Unitazlarimiz yangi partiyasi kirib keldi. Qoliplari ancha o'zgargan, ichi kengaygan, emali silliqlashgan, rangi ancha oqardi, yuvishlari Tornado. Bu unitazimizning bizda 6 xil modeli bor. Rasmlari bilan Telegram kanaliga joylab qo'yamiz, ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqa orqasi tekis devorga taqaladigan slipli variantlari, mana bunaqa rimless variantlaridan kelgan. Narxlari bu unitazimizni 1.500.000 so'm botdi. Qaranglar, 1.500.000 ichiga gofrasi, shlankasi ustanovka tayyor holatda, plus shahar ichida bo'lsa, dastavkasini ichida qilib beramiz. 1.5 million so'm. Ustanovka xizmati kerak bo'lsa, santexnik ham jo'natib yuboramiz. Unitaz ustanovkasi bitta tochkaga 300.000 so'm bo'ladi. Agarda eski unitazni olib tashlab, yangi unitaz qo'yish kerak bo'lsa, demontaj plus 100.000 so'm qo'shiladi, 400.000 ga aylanadi. Kimga kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Navodo kelib, ko'rib olib ketmoqchi bo'lsanglar, manzilimiz Qo'yliq Gumbaz qurilish bozori C46-magazin. Kelaverasizlar.